U bizni qishlog'imizdagi jitillarni o'g'irlab, meni ham o'z qopiga solib o'ldirib qo'ydi. Va endi biz bu qorboboga qarshi o'z armiyamizni tuzamiz va bu qorboboni o'ldirishga harakat qilamiz. Joyingizga qulayroq o'rnashib oling. Biz videoni boshladik. Qayerdadir paydo bo'ldik, bilmayman. Juda ham qorli joy ekan. Va endi birinchi qiladigan ishimiz har doimgidek daraxt olamiz. Let's go. Va bizni hamrohimiz bo'lgan versakni yasab olamiz endi. Yaxshi, ana endi o'zimizga mayli bitta taxta yetmasak ham bitta olaylik. Va har doimgidek o'zimizning boshlang'ich kirkamizni va boltamizni yasab olamiz. Yasab bo'ldik, ana endi let's go. Ketamiz, bitta qiziqroq joy topaylik va shu zirkarli joy ekan. Shunaqqina kattagina g'or topib oldim. G'ordan endi toshab chiqib ketmasak bo'lmaydi, chunki bizga albatta toshli kirka, toshli bolta va o'zimizga pechka kerak bo'ladi. Va nihoyat mana men qishlog'imni topdim. Bu yon uchastkovoy bormikina? Albatta bo'ladi. Irongolim. Qani bir tekshirib chiqaylikchi. Sundukdan chiqqan narsaga rozi bo'lasizlar. Hoppa. O, bizga juda ham ko'p narsalar chiqdi. Sizlarga savol do'stlar. Mol go'shti shirinmi yoki qo'y go'shtimi? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. To'g'ri, Minecraftda mazatan bilish xususiyati yo'q-ku, no endi savolda. Oho, ot topib oldim. Men qaranglar, olib bulut ot ekan. Mana shuni o'rgatmasam bo'lmaydi. Va enangni ham ko'r o'rgan. Eshikdan farqi yo'q. O'rgan, Zaynab. Va bu meni endi do'stim. To'roq qulim. Osmonga qara, bodring kalla, osmonning go'zalligini qara. Bu jonivor qayoqdan ham bilsin? Obbo, boshlandi. Ana zombilar paydo bo'lish boshladi. Skelet ham katta endi yo'nma-yo. Mashta jim tur hozir. Men bilan tinch to'ling. Voy, 3 kishini qaranglar. Aka-ukalaring o'lib ketdi. O'lish niyating bormi o'zsani? Xafa bo'lmaysiz, bizga juda ham ko'p temir kerak. Endi sizni o'ldirishga majburman. Mayli, joy jannatdan bo'lsin, rais buva. Yo'nma-yo, buncha zombi ko'payib ketdi. Ey xudo, bular nima qilib yuribdi o'zi bu yerda? Nima balo, spawner tagida paydo. What the fuck? What the heck? Anu paydo bo'libdi. Yo'may plus qo'shtirlar o'zlarini kelib turibdi odam. Masalan, biz mitor undan o'zi qarab qochaman deb turibman o'zi. What the fuck? What the fuck? No, buni chichvorish deydimi, yo'q qo'rqib ketish deydimi, bilmadim. Endi o'zingizlar nom berasizlar. Yo'may bular ham ko'payib ketdi. Kichkina zombi. O'ldirma. Yo'qol. O'zi bu kichkina zombilardan qo'rqardim. Endi bu kattalariga otdi. Yana 3 ta yo'nma-yo. Kelinglar endi bizga juda ham katta bo'lgan uyimizni qurib olamiz. Qani bo'lmasa, bismillahirrohmanirrohim deb biz ishimizni boshlaymiz. Va men o'zim uchun kerakli bo'lgan taxtalarni yig'ib joyimda men muzda qotib qolgan kemani yarmini topib oldim va endi uni biz explore qilib ko'ramiz. Va men pastga tushdim, lekin birinchi sandiqdan bizga kerakli bo'lgan narsalar chiqmadi. Va taxminan ancha-muncha qidirganimdan keyin ikkinchi sandiqni ham topdim va undan bizga juda ham kerakli bo'lgan narsalar chiqdi. Uyga keldim va o'zim topgan bir muncha narsalarni sandiqqa joylab qo'ydim. Sandiqni bir chekkaga joylab, kerakli narsalarimni bu yoqqa solib qo'ydim. Va g'ordan olib chiqqan toshlarimni o'zimga kerakli bo'lgan formatda narsa yasab oldim. Va uyimizning tom qismini ajoyib tarzda yakunlab olamiz. Va mana nihoyat ko'rishingiz mumkinki, uyimizning tom qismi ham bitdi. Va oxiri bo'lsa uy atrofiga chiroqlarni o'rnatib chiqdim, yorug' va chiroyli bo'lishi uchun. Shuncha narsani zo'r qilmanu, lekin bitta narsani o'ylamayman. Uy derazasichi, derazani nima qilamiz? Biz qishda yashasak, qishda qum bo'larmikin? Yo'q, qum bo'larkan. Bo'ldi, osonlashtirishimiz. Va olgan qumlarimni endi men pechkaga qo'yib qo'ydim. Pechkada ulab pishgungacha o'zimga kichkinagina ferma yasab olaman. Voy xudoga shukr, va nihoyat oxirgi suv uni bu yoqqa quyaman va atrofini toza yer qilib chiqaman. Ko'rishingiz mumkinki, va nihoyat derazalarimiz pishibdi. Ana endi ularni joylashtirib chiqib, uyimizning oxirigacha yetkazib qo'yaman. Kallamiz mot-mot kelinglar shularni ko'paytiramizda, yanada ko'paytirib, yana ko'proq joyga ekamiz. Ko'rishingiz mumkinki, ancha-muncha joyga chiqib qoldi endi urug'imiz. Yana ko'paytiraman dedim, lekin ozgina yetmas ekan. No, mayli. Agar istosanglar biz videoni boshida otib oldik, lekin unga joy yo'q. Kelinglar unga bitta kichkinagina bo'lsa ham joy qurib beraylik. No, mayli, endi mehribonchilik qilsak qilamiz. Shu atrofdagi endi qornani olib tashab va oxiri eshigimizni o'rnatib qo'yamiz va bu yoqqa o'zimizning otimizni olib kiramiz va bu yoqda u kuni bo'yi turadi. To'g'ri, qochib ketmay turib, nima endi joy qilmasak bo'lmaydi bu otga. Mayli, endi shu yerda yaxshi yotib turgin va nihoyat bizda otning ham tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin va bizda va nihoyat bunaqangi katta ferma va otimizning ini bor. Ye? Sizlarga eshitilyaptimi? Yo'qmi-yo? Jitilayotgan ekan, jitilayotdi.